Odatda suv ombor atrofida katta qurilishlar bo'lmaydi. Odatda bu joylar himoya qilinadi. Chunki suv ombori bu bir qanaqadir strategiyaga tegishli, davlatda xavfsizlikka tegishli obyekt bo'ladi. Chunki masalan Chorvoq bu butun shaharga, necha million aholiga suv ta'minlaydi. Lekin ekologlar bizga shunday deyishgan edi, hozir Toshkent aholisi, ya'ni mana yangi Toshkent qurilayotgan joyidagi yashillik bilan nafas olyapti. Toshkentni o'pkasi. Biz esa u yerga shahar quryapmiz. Keyingi avlodga, ayniqsa keyingi avlodlarga zarar qolmasin. Bizani milliy quruvchilarimizni unaqa tajribasi yo'q. Tog' suv omboriga yaqin, tog'li u juda nozik ekotizimlar. Siz ularni buzsangiz, uni boshqatdan tiklash qiyin.